Tadbirkorlar xatolari. Xo'p, hurmatli tadbirkorlar, har bir chakana savdoda chek urib berayotgan tadbirkorga taalluqli. O'zingiz chek urmayapsiz, kassiringiz chek uryapti, kassada o'tirgan odamingiz yoki umuman ishonib qo'ygan akangiz, ukangiz kimgadir ishonib qo'ygansiz. Qanaqa chek urib berishayotganini bilasizmi? Yaqinda bir kontent chiqardik, 3-4 xil narsa sotib olib bir 50 ming, 60 ming so'mlik bo'ladigan bo'lsa, qo'limizga chek chiqarib berishyapti. 50 ta non deb chiqarib berishyapti. Aslida 3-4 xil. Semichka olgandirmiz, tort olgandirmiz yoki yana bir kalbasa olingandir, 50-60 ming so'mlik narsa bo'lsa, borani 100 ming so'mlik narsa bo'lsa, 100 ta non deb yozib berishyapti. Hattoki shunaqa holat bo'ldi, yaqinda mushuk uchun yem olindi. Bir joyga do'kon kirdik, ko'chada mushuklar juda och nahor yuribdi, rahmimiz kelib o'zimizga narsa olgandan keyin shu mushukka ham yem olamiz deb oldik. Yem oldikda o'sha chek hozir ko'rsatib berishadi. 29 ming so'mga 1 so'mdan 29 ming dona balzam для волос deb qo'ygan. Hurmatli biznes egalari, siz faqat tushumingizdan tushgan pulga qarab turib aylanmadan soliq to'lovchi bo'lsangiz 4% to'lasam bo'ldi deb o'ylayotgandirsiz. Aslida unaqa emas. Tekshiruv paytida nima sotib olib, nima sotdingizga qarashadi. Kirim hujjatlari bormi, yo'qmi degan narsaga qarashadi va oxir oqibat qanaqa holatga kelishini ko'ring. Deylik, o'sha balzam для волосni sotib olgansiz. Narxini bilmayman, taxminan 1000 so'm deb olaylik. O'zi aslida 1000 so'mlik hech narsa yo'q hozir. Taxminan bir donasi 1000 so'm deb oladigan bo'lsak, siz balzam для волос olgansiz, sotyapsiz, sotib bo'lgandirsiz ham balki. Deylik, mana 1000 ta balzam для волос, 100 ta deylik, mana 100 ta balzam для волос oldingiz. 1000 so'mdan bo'lganida bu 100 ming so'm bo'ladi aslida. Buni sotib bo'lgandirsiz ham, lekin oddiy ko'rim olganda, mushuk uchun ko'rim olganida 1 so'mdan donasi 1 so'm 29 ming dona deb barobar 29 ming so'mga chek berishdi. Mana hozir ekranda ko'rsatib turgan bo'lsa, bundan ko'rib olsangiz bo'ladi. 29 mingta. Tekshiruv paytida nima bo'ladi? Siz uni 1000 so'mdan sotib olgan bo'lsangiz, aslida va sotib bo'lgandirsiz ham, yoki sotib bo'lgan bo'lmasangiz ham, tekshirish keladi. Sen 1000 so'mlik balzamni 1 so'mdan sotibsan deydi. Kirimizda nech pul edi? 1000 so'mmidi? Bu kirimizda 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 29 mingta balzam nech bo'ladi? Kamida 2 milliard 900 million bo'ladimi? Shuncha prochi dohod, ya'ni sizga yo'q joydan kelib qolgan 29 mingta balzam bor sizda deydi. Bo'lgan ekan, siz uni sotib olibsiz deydi. Va bunga tabiiyki endi aylanmadan soliq yo'q, qo'shilgan qiymat solig'iga o'tib ketasiz. Buni sotganliging uchun deb turib qo'shilgan qiymat solig'i to'lab berish mumkin 12%. Yo'q deganda buni prochi dohod deymiz, boshqa daromadlar sostaviga qo'shadigan bo'lsa, boshqa daromad 15% foyda solig'i hisoblab beradi. Ya'ni sizga yo'q joydan kelib qolgan narsani sotib olgansiz. 15% foyda solig'imizni 435 million so'm. E'tibor bering. Bittagina 29 ming so'mlik chekdagi xato sizga qanaqa risk olib keladi? Mana qayerdan tadbirkorlarga tekshiruv paytida milliardlab soliqlar hisoblanadi. Bunga soliqchi aybdor emas. Bunga e'tibor bermayotgan siz aybdorsiz balki. Men har doim tadbirkorning yoniga olaman va bu yerda ham sizlarning yoningizdan olib o'tyapman. O'rtoqlar, mana bu xato, bu sizlarga risk. Ertaga tekshiruv paytida kelib shu narsani yozadigan bo'lsa, ulardan ayb qidirmanglar. Va juda ko'pchilikka ogohlantiraman. Xuddi shunaqa 65 ming so'mlik bir narsa oldim, 3 ta narsa oldim. 60 ming so'mlik narsa oldim, 60 ta non deb yozib beryapti. Aslida sizda uncha non bo'lmagandir. Lekin ahamiyat beryapman. Mendan keyingi odamga 28 ming so'mga olsa 28 ta non, undan keyingi odam 100 ming so'mga olsa 100 ta non deb yozib berishyapti. Va tasavvur qiling, umuman yo'q nonni siz o'zi bir kunda 100 tani olib sotayotgandirsiz, lekin minglab kuniga non sotishni boshlayapsiz. Mana qatta juda katta riskingiz bor. Yo'q narsa sanda sotildi bo'ladi. Boshqa tomonini aytaman. Siz rostdan kalbasa, semichkalarni ham sotib olgansiz, peresinga sotib olgansiz. Endi nima bo'ladi? Yo'q joydan sizda non sotildi. 60 ta, 1000 ta non sotib oladigan bo'lsangiz, 1000 so'mdan deganda 1 million so'm yo'q joydan sizda non ki paydo bo'lib qoldi deydi. Bu har kunlik narsa, o'ylanglar. Va nima bo'ladi? O'sha siz sotib olgan semichka, semichka deylik, kalbasa va hokazo. Bu narsalar
sotilmadi bo'lib turadi. Sizda qoldig'ingizda bor, bu omborda yoki do'konda turibdi deydi. Va tekshiruv paytida nima bo'ladi? Yo'q narsani sotib yuborgansiz, sizga daromadni hisoblab beradi. Ya'ni kirim qilinmagan narsani sotib yuborgansan deydi. 15% daromad hisoblab, kirim qilinmagan narsani sotganligingiz uchun 20% jarima ham hisoblab beradi. Undan tashqari siz aslida 100 ta kolbasa, 100 ta semichka sotib olgan edingiz, bu narsalarni sotib bo'lgansiz. Lekin endi buxgalteriyangizda sizda yo'q, sotilmagan bo'lib turibdi. Materialni отчет chiqarib bersangiz turibdi, chunki siz kassa apparatdan bularni sotmagansiz. Va tekshiruv paytida nima deydi? Skladda, ya'ni qoldiqda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan mana bu narsalar yo'q ekan deydi. Yo'q bo'lganligiga sizga 12% qo'shilgan qiymat soliq hisoblab beradi va 20% jarima, ya'ni sotib olgan narsani ko'rsatmagansan deydi. Oxir oqibat buni jami hammasi sizga nimaga boradi? Kichkinagina qilib ko'rsatib beraman. 1 million so'mlik o'sha nonni sotib oldim desangiz, aslida siz qonuniy demayman-u, lekin oq ishlayapman deydigan odamlar uchun men hamma tushumimni kassa apparatiga uryapman. Hamma narsani persiniga olib kelib persiniga sotyapman deydigan tadbirkorga bitta mana shu chek ko'zda ketadigan xato. 1 million so'mingiz uchun yo'q narsani sotib yuboribsan deb 15% foyda solig'i plus 20% jarima. Yo'q narsani sotib yuborgansiz, kirim qilinmagan narsa. Xuddi shunaqa omborda qoldiqda bo'lish kerak degan kolbasa, sosiska va hokazo semichkalaringizga bor narsa joyida yo'q ekan deb 12% qo'shilgan qiymat solig'i va 20% yana jarima. Hisoblanglar qancha bo'ldi? 40, 55, 67. 670 ming so'mlik siz 100% kassaga urdim deganingizda mana sizda 1 million so'm uchun necha foiz jarima chiqyapti. Agar shu cheklaringiz orqali ketayotgan xatolar bo'ladigan bo'lsa, ertaga 1 milliondan 67%, 100 milliondan qancha bo'ladi? 67 million. 1 milliard оборот qilgan bo'lsangiz, 670 million jarima to'lashga tayyormisizlar? 670 million. Agar bu narsaga tayyor bo'lmasangiz, kassa apparatingizga to'g'ri uring. Juda bo'lmaganda 2 D skanerni qo'yib qo'yinglar. Har bitta urilayotgan, sotilayotgan narsani o'zi sotilsin. Yo'qmasam 67% gacha siz jarimangiz oshib ketib qoladi. Mayli, yarmini to'layman desangiz, hali aytish mumkin bir xilla. Shtrafi yarmini to'lab borsa bo'ladi-ku deb. 12 plus 15 27%, 270 1 milliarddan 270 million to'lashga tayyordirsiz. Yana 40% ga jarimaga aylanib ketyapti. 2 barobar ko'payib ketganda. Yarmi 20% bo'ladi. 270 million bilan yana 200 million. 670 emas, qancha? 470 million. Agar shunga tayyor bo'lsangiz, xohlagancha chekka uraveringlar. Xohlagan narsalarni yozib uringlar-da, mana bu summaga tayyor turinglar. Eshitadigan quloq kelsa, hisoblashib ketyapsizlar, bilamiz, lekin eshitmaydigan quloq kelib qolsa, bunga tayyor turinglar. Va bu orqali aynan shu summalar bilan jinoiy ishlar qo'zg'atilib, jinoyatchiga chiqib ketgan odamlar ham bor. Haqiqatda bu xatti-harakat byudjetga juda ko'p miqdorda zarar yetkazdiga ham borib qolishi mumkin. Faqatgina jarima to'lab qutulish emas, summa juda ko'p miqdor bo'lganligidan keyin jinoiy javobgarlikka ham tortish ehtimoli bor. O'zinglarni asranglar, biznesinglarni asranglar, rivojlanishinglar tarafdorimiz va mana bunaqa holatlardan o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.